Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda matnlar bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni string ma'lumotlari bilan ishlashni o'rganamiz. Darsimizning boshida arifmetik amallarda qavsni o'rnini ko'rib o'tamiz. Sababi matematik operatorlarimizni o'rgangan darsimizda mana shuni aytmay ketgan ekanman. Shuning uchun qisqacha bu haqida gaplashib olamiz. Demak, bizda topshiriq bor. Bu topshiriqda A, B, S sonlari bor. A soni A va B sonlarining yig'indisiga ko'paytirilgan demoqda. Ya'ni siz A ga A plus B, ya'ni A ga B ni qo'shganingizga S ni ko'paytirishingiz kerak ekan. Shuni Pythonda mana bu holatda yozadigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri usul hisoblanadi. Kodini bu joyga tashlayman. Demak, masalan, A ni 3 ga teng deb olyapmiz, B ni 2 ga, S ni 4 ga teng deb olyapmiz. Agar biz A plus B ko'paygan S deb yozib qo'yadigan bo'lsak, bu narsa noto'g'ri hisoblanadi. Dasturda ishga tushirib ko'raman. Kelib print qilib natijasini chiqaramiz. Print resultni chiqargan. 11 deb chiqarib berdi. Bu holatda yozganimizda nimasi xato? Hozir A ni o'rniga 3 ni qo'yadi, B ni o'rniga 2 ni qo'yadi, ko'paygan 4 qiladi. Ya'ni S ni o'rniga 4 ni qo'yadi. Matematikada biladigan bo'lsak, birinchi bo'lib ko'paytirish amali bajariladi. Dasturlashda ham xuddi shunday. Hozirgi holatda 3 plus 2 ko'paygan 8 bo'lyapti. Aynan shuning uchun ham natija 11 chiqyapti. Lekin bizga oldin A bilan B ni hisoblab olish kerak edi. Ya'ni mana bu 3 ga 2 ni qo'shib olish kerak edi. Buning uchun biz mana shu joyda qavsga olib qo'yishimiz kerak. Chunki matematikada qavs bilan ko'paytirish erinadigan bo'lsa, birinchi bo'lib turib ko'paytirish bajarib beriladi. Ya'ni ko'paytirish eng birinchi bajariladigan amal hisoblanadi. Shuning uchun ham qavsga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi ekan. Agar buni qavsga olib qo'ysak qanday bo'ladi? Ya'ni qavs 3 plus 2 ko'paygan 4 deydigan bo'lsak, ana unda mana bu joydan 5 chiqadi. 5 ko'paygan 4 bo'lib, yakuniy natija 20 chiqishi kerak bo'ladi. Demak, nima qilar ekanmiz? Mana shu A bilan B ni qavsga olib qo'yar ekanmiz. Qavs bilan ko'paytirish kelganda yoki bo'lish kelganda birinchi bo'lib qavsni ichi bajariladi ekan. Hozirgi misolimizda mana shu holat bo'lishi kerak edi. Bu qisqacha qavsda o'rni haqida edi. Endi matnli ma'lumotlar bilan ishlashni boshlaymiz. Matnlarni qo'shish va ko'paytirish. To'g'ri tushundingiz. Matnlarni ham qo'shishimiz mumkin va xuddi shunday matnlarni ham ko'paytirishimiz mumkin. Ko'rayotgan bo'lsak, bu joyda mana first name, last name hamda age degan o'zgaruvchilar berilgan. Bular o'zida qiymatlar saqlayapti va shularni biz qo'shib turib bitta butun boshli ma'lumot, ya'ni matn yasab olishimiz mumkin. Bunaqangi matn yasab olish nima uchun kerak? Bunaqangi matn yasab olish tayyor bo'lgan ma'lumotni qayergadir jo'natish uchun kerak. Dasturda ishga tushirib ko'raman. Mana bunday qilib ma'lumot chiqarib beryapti. Siz shuni mana bunday qiladigan bo'lsam chiqarib beradi aslida. First name, last name, age deydigan bo'lsangiz, matn yasamasdan turib bu holatda ham chiqarib beradi. Lekin matn yasash nima uchun kerak? Mana printda vazifasi faqatgina konsolga ma'lumot chiqarib berish. Bo'ldi, u hech qanaqa boshqa hech vazifa bajarmaydi. Siz mana bunday yozdingizmi, faqat natijani chiqarib beradi. Lekin biz ko'p holatlarda tayyor bo'lgan ma'lumotni qayergadir jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ana shunaqangi holatda biz nima olishimiz kerak ekan? Tayyor mana bunday matn yasab olishimiz kerak bo'ladi ekan. Endi matnni yasab olishimiz uchun, ya'ni butun boshli bitta ma'lumot yasab olishimiz uchun bularni bir-biriga qo'shib chiqishimiz kerak. Matnlarni bir-biriga qo'shgan paytimizda ularni shunchaki yonma-yon qilib qo'yib beradi. Mana masalan, mana bu oraga bitta bo'sh joy qo'shganman, probel. Agar shuni o'chirib turib ishlatadigan bo'lsam, ko'rayotgan bo'lsangiz, Tohir bir-biriga qo'shilib qoldi. Nima uchun? Chunki matnlarni bir-biriga qo'shganda ularni yonma-yon qo'yib berar ekan, yonma-yon qo'yib berganning hisobiga mana bu yoqqa qo'yilib qolyapti. Mana shu oraliqqa bitta bo'sh joy ham qo'shib bergan deyman. Ya'ni endi qanday bo'ladi? First name deb qo'yadi, undan keyin bitta probel qo'shadi, undan keyin last name qo'shadi, undan keyin yana bitta probel qo'shadi, ana undan keyin age ni qo'shadi. Va age ni ham biz stringga olib o'tib olyapmiz str funksiyasi yordamida. Nima uchun? Agar biz buni strga olib o'tmaydigan bo'lsak, xatoli beradi. Chunki intga str ni qo'shib bo'lmaydi. Ya'ni Pythonda ikki xil ma'lumot turini bir-biriga qo'shib bo'lmaydi. Ularni bir-biriga qo'shish uchun ikkalovini bir xil turdagi ma'lumot turiga olib o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz buni stringga olib o'tib olyapmiz. Stringga olib o'tish uchun str funksiyasidan foydalanyapmiz ekan. Yaxshi.
Sonni ham qo'shib ko'raylik. Mana masalan menda number degan o'zgaruvchim bor, bunda 5 soni bor, num2 degan o'zgaruvchim bor, bunda 6 soni bor. Bularni bir-biriga qo'shaylik. Bir yo'la qo'shilgan natijani chiqarib ketaveramiz. Demak, number plus num2. Natijani chiqarsak 11 deb chiqarib beryapti. Chunki bularda son ko'rinishda olib ketyapti. Agar biz buni matnli ma'lumot qilib qo'yadigan bo'lsak va undan keyin tekshirib ko'radigan bo'lsak, natijani 56 chiqarib beradi. Nimaga unaqa bo'ladi? O'sha aytganimdek, siz matnlarni bir-biriga qo'shgan paytingizda ularni shunchaki yonma-yon qo'yib qo'yadi. To'g'ri, bu ham yaxlit bitta matn hisoblanadi, lekin buni elementlari mana shu matnning ichidagi simvollar yonma-yon qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun ham 56 chiqarib berdi. Bu qo'shishida endi xuddi shunday matnlarni ko'paytirish ham mumkin. Siz bu joyda bironta so'z yozganingizdan keyin buni xohlagan soningizga ko'paytirishingiz mumkin. Masalan, hello world 10 marta chiqarsin dedimmi? Mana 10 marta chiqarib beradi. Mana hello bu yoqqacha world. Mana bu yerda yana hello ketyapti. Oraga agar mana bunday qilib probel qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bularni ham orasi ochilib ajralib turadi. Yoki mana bunday horizon bo'ladi. Vertikal hisobida. Hello world deb chiqarib berdi. Shu holatda matnlarni ko'paytirishni bilar ekan. Yoki bironta harfni ko'paytirishingiz mumkin. Masalan, h harfini 10 marta yozish kerak. Shunchaki h harfini yozasiz, 10 ga ko'paytirib qo'yasiz, mana 10 marta yozib chiqarib beradi ekan. Keyingi ko'radiganimiz f string. Hop, kelib bu joydan print qilaveramiz. Print info. Eslaysizda bo'lsa, biz sal yuqoriroqda nima qildik? Matnlarni bir-biriga qo'shib chiqdik. Mana bunaqangi plus holatda va undan bitta to'liq matn yasab oldik. Xuddi shu ishda f-string yordamida qilishingiz ham mumkin. F-string bu ishni ancha osonlashtiradi. Dasturda ishga tushirib ko'raman. Mana natijani chiqarayotgan bo'lsa, f-stringda qilinganini ham chiqarib ko'raman. Natijani ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, natija ikkala holatda ham bir xil bo'lyapti. Endi f-stringda afzalligi nimada? F-stringda afzalligi mana hozir biz plus bilan qo'shib chiqayotganimizda har safar oraga probel qo'shishimiz kerak bo'lyapti. Kamiga mana bu yoqda age-ni s-ga olib o'tishimiz kerak bo'lyapti. Ya'ni bunaqa ishlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, har birini bajarib chiqishimiz kerak bo'ladi shu holatda. F-stringda bo'ladigan bo'lsa, shunchaki stringdan oldin f degan bitta f harfini yozib qo'yasiz. Bu format satrni formatlash deb aytiladi. Satrni formatlash deyiladi. Xo'p, keyin mana bunday gulli qavsni ichiga o'zgaruvchini yozib ketaverasiz. O'zgaruvchini yozgan paytingizda mana shu yoqqa nimani olib kelib beraveradi? Qiymatni olib kelib qo'yib beraveradi. Bu yoqqa first name ni qo'yib bersa, bu yoqqa last name ni qo'yib beradi, bu joyga age ni qo'yib beradi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, age da biz s-ga olib o'tvermayapmiz. Shu o'zi nima qilib berar ekan? Mana shu gulli qavsdan tashqariga chiqishi bilan age stringga olib o'tib qo'yilar ekan. Siz bu joyda float ishlatadigan bo'lsangiz ham yoki keyinchalik ko'radigan har qanaqa ma'lumot turini ishlatadigan bo'lsak, f string ichida ishlatiladigan bo'lsa, u avtomatik stringga olib o'tiladi. Xo'p, demak, mana shu joyni yozib ko'rsatib beraman yana bir qator. Mana bunday bo'ladigan bo'lsa, shift bilan kirillcha x ni bosadigan bo'lsangiz, mana shuni yozib berar ekan. Faqatgina til angliyskada turgan bo'lishi kerak. Keyin bu yoqqa o'zgaruvchining nomini yozib qo'ysangiz bo'ldi, qiymatini o'zi olib kelib beradi. Bu yoqda so'z ham qo'shib olishingiz mumkin. Masalan, assalomu alaykum falonchi pistonchiyev, siz age yoshda siz degan xabarni qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana bu holatda ham ishlaveradi. Agar shu ishni mana bu bilan qilishingiz kerak bo'lganda, yana plus qilib turib mana bu ma'lumotni qo'shgan, plus qilib mana bu ma'lumotni qo'shgan bo'lish kerak bo'lardi. F-string bilan bo'lsa, bu ishimizni anchagina osonlashtirib olar ekanmiz. Buni yaxshiroq o'rganib oling, chunki bu keyinchalik juda ko'p kerak bo'ladi. O'zi dasturlashda ham bu rosa ko'p ishlatiladi. Matnli ma'lumotlar bilan ishlayotgan paytda. Keyingi ko'radiganimiz escape sequences, ya'ni maxsus ketma-ketliklar. Bu joyda maxsus ketma-ketliklar bor. Maxsus ketma-ketliklar mana bu ikkitasi hisoblanadi. Shulardan birinchisi mana bu belgi. Bu escape belgisi hisoblanadi. Escape belgisi o'zidan keyinga kelgan belgini
qo'llash uchun ishlatiladi. Masalan, endi vazifasi yangi qator tashlash, ya'ni string ichida yangi satr enter tashlash desak ham bo'laveradi. Masalan, men bu joyda hello world deb yozadigan bo'lsam, mana shu joyda world so'zini pastga olib tushirib qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsam, bu joyda n yozishim kerak bo'ladi. Lekin endi o'zini yozadigan bo'lsam, buni matn sifatida qo'llab yuboradi. Matn sifatida qo'llamasdan, mana shuni enter sifatida qo'llab ketishini xohlaydigan bo'lsam, shu joyda escape belgisini qo'yaman. Ana shundan keyin mana hello so'zi bu yoqda qoladi, worldni bu yoqqa tushirib beradi. Xuddi shunday boshqa belgilar ham bor. Masalan, bu yangi qator bo'lsa, enter belgisi bo'lsa, t tabulatsiya bo'lar ekan, r satrning boshiga qaytish, mana bu backslash belgisini chiqarish, bu bitta o'sha bir tirnoq belgisini chiqarish, mana bu qo'sh tirnoq belgisini chiqarish ekan. Mana bitta qo'llanilishi bor, shu qo'llanishlarni ko'ramiz. Birinchi ko'radiganimiz enter belgisi. Bu tushunarli. Mana bu joyda probel bo'layotgani sababi, mana bu yerda probel bor, enterdan keyin bitta probel ishlayapti. Keyingisi tab. E'tibor bergan bo'lsangiz, hello dan keyin mana bu joyda bo'shab ketyapti. Mana shuni tab qo'yib beryapti. Agar siz bundan oldin enter qo'yadigan bo'lsangiz, oldin mana enter bajariladi. Enter bajarib uni yangi qatorga tushirgandan keyin bu yoqdan tab tushib ketyapti, ishlab ketyapti. Satrda boshiga qaytish. Satrda boshiga qaytish nima degani? Hozir hello so'zi chiqarilyapti. Ana undan keyin kelgan paytda hello so'zini ustiga mana bu world so'zini yozaveryapti. Bunga bog'liq misolimiz bor, pastda ko'ramiz. Xo'p, bu joyda mana matnning ichida mana bunaqangi backslash belgisini ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsam, mana bu escape dan foydalanib ishlatishim kerak bo'lar ekan. Agar uni qo'ymaydigan bo'lsam, mana bu holatda xatolik beradi. Demak, belgini qo'yib olamiz va mana bu escape deb vazifasi mana bu backslash belgisini matn sifatida qo'llab berish imkoniyatini berar ekan. Xuddi shunday bir tirnoqning ichida bir tirnoq qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsak ham backslash belgisidan foydalanar ekanmiz. Agar backslash belgisini qo'ymaydigan bo'lsangiz, xatolik beradi. Nima uchun? Chunki Python bir tirnoq, ya'ni string boshlanyapti deyapti va string tugayapti deyapti. Undan keyin qanaqadir o'zgaruvchi kelyapti va ana undan keyin bir tirnoq kelyapti deb tushunadi. Aynan shuning uchun bu yoqda syntaxis error bermoqda. Biz aytyapmizki, bu mana bu yerda boshlanyapti, mana bu joyda tugayapti. Mana bu bo'lsa, shunchaki matnda ichida kelayotgan belgi degan narsani qo'llab ketmoqchi bo'lsak, bu yoqda ham escape belgisini ishlatishimiz kerak bo'ladi ekan. Xuddi shu ish faqatgina qo'sh tirnoqlarda ichida, demak qo'sh tirnoqlarda ichida qo'sh tirnoq ishlatmoqchi bo'lsak ham escape belgisidan foydalanamiz ekan. Endi pastda mana shu r belgisini, ya'ni satrning boshiga qaytish uchun ko'rsatilgan bitta misol bor. Bu yoqda mana r yozib qo'yilgan. Keling, men shuni r da yozmasdan turib ishlatib ko'raman. Siz hozircha bu misolni tushunmayotgan bo'lsangiz, muammoli tomoni yo'q. Hali darslarimiz davomida bunaqa kodlarni ko'ramiz. Ana shunda tushunib olasiz. Hozircha qisqacha tushuntirib o'tiraman. Qisqacha tushuntirib ketaman. Time modulini import qilyapmiz. Bu modulning ichida sleep nomli funksiya bor. Bu funksiyaga siz qiymat beradigan bo'lsangiz, shuncha sekund dastur to'xtab turadi. Ya'ni biz holatimizda 1 sekund to'xtasin deyapmiz. 1 sekund to'xtasin degani, mana bu yoqda for sikli 5 marta aylanyapti. For sikli bu takroriy jarayonlarda amalga oshirish uchun kerak bo'ladi. Biz 5 marta aylangin deyapmiz. Har aylanganingda 1 sekunddan dam olsin deyapmiz. Keling, mana shuni 1 dan boshlab turib 6 gacha yursin deb aytib qo'yamiz. Shunda 1 dan boshlab turib 5 gacha bo'lgan raqamlarni chiqarib beradi. Ya'ni 5 marta aylanadi. Bu haqida ham keyinroq gaplashamiz. Va har aylangan paytda mana shu 1 dan 5 gacha hosil bo'layotgan sonlarning ichidan sonlarni i ga olib boradi birma-bir va i ni mana bu yoqqa qo'yib chiqadi. Xullas, dasturni ishga tushirsak, natija mana bu holatda bo'ladi. Yuklanmoqda degan xabar chiqarib beryapti. Print funksiyasining ichida end degan mana bunaqangi parametr bor. Mana shu default holatda enter turgan bo'ladi aslida. Shuning uchun ham biz doimgi holatda yozayotganimizda mana bunday tagma-tag chiqarib beradi. Endi mana shuni o'rniga mana bunday probel bo'lsin yoki shunchaki hech narsa bo'lmasin degan narsani qo'yib qo'yilyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda yuklanyapti degan xabar chiqarganimda, xabar mana bu holatda chiqib ketyapti. Lekin odatda progress barlarni ko'radigan bo'lsangiz, bir raqami chiqqandan keyin o'zgarib, uni o'rniga 2 raqami chiqishi kerak, 3 raqami chiqishi kerak. Ya'ni hamma jarayon mana shu yerda o'zida bitta qatorda o'zidan amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Bu ishni amalga oshirish uchun men mana shu joyda r belgisidan foydalanaman. Bu har safar satrda boshiga yozadi mana. Birinchi mana buni chiqarib bo'lgan bo'lsa,
ikkinchisini chiqarish uchun mana bu birinchisini ustiga yozaveradi. Uchinchisini chiqarish uchun bu yoqda endi 2 chiqqan bo'lsa, 2 ni ustiga yozaveradi. Sinab ko'ramiz. Dasturda ishga tushiramiz. Mana ekranmoqda 1, 2, 3, 4, 5. Ko'rayotgan bo'lsangiz, jarayon shu joyda o'zida o'zgaryapti. Bizni ko'zimizga faqat i o'zgarayotganga o'xshab ko'rinyapti, lekin aslida i emas, mana bu yuklanmoqda degan so'z ham o'zgaryapti. Faqat bu so'z har safar bir xil bo'lganligi uchun o'zgarayotganligi bilinmayapti. Qisqacha erda vazifasi mana shu ekan. Buni mana shunday progress barlarda qilayotganimizda ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Endi mustahkamlash uchun topshiriqlar berilgan. Bu topshiriqlarni tushuntirmayman. O'zi tushunalik. Bugungi mavzuni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, videosini mana shu yerda hammasi ko'rsatilganlar bo'yicha bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi bu topshiriqlarni. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.